Salom qizlar. Hozir sizlar bilan biz piknik qilamiz dugonam bilan. Ha, unda videoni ko'rib, like va paytga bosib qo'yib juda ham qiziqarli bo'ladi. Ha, biz hozir magazinga ketamiz. Mana endi narsalarni tashladik. Qizlar mana ketamiz. Ha. Bugun yolg'iz yog'ishi mumkin ekan, lekin. Ha. Mana keldik magazinga. Mana kirdik. Bahorga chiqib qoldi bugun. Bugun olamiz. Yomg'ir yog'di. Biz o'zi mashinani chiroyli qilib joylashib oldik. Qaranglar, Arafat deyapmiz. Chunki yomg'ir quyvardi. Nuda. Bu daraxtlar bo'lgani uchun suv tushmayapti. Mana qillar narsalarimiz va Big Bomb pishishni kutamiz. Mana uni bir chekkaga olib qo'ydik. Yomg'ir yog'ib turibdi. Mazza bo'lyapti. Do'stligimiz uchun. Qizlar bilyapmiz va uni utopiya ko'rmoqchimizlar. Eshitilmasa kerak. Butlarmi? Mana qizlar pishdi. Endi do'cha yapmiz. Qurtni maydalab yeymiz do'cha bilan. Tuz ham qo'shamiz. Xo'sh. Aralashtiramiz. Mana aralashtiryapmiz. Biz bog'och bo'libdi. Endi tatib ko'rib sizlarga bahosini aytamiz. Mazasi yaxshi ekan. Pishdi. Tanishmisizlar? Bu juda ajoyib yangilik. Ko'rdingmi? Bu nimasi? Mana qilib bo'shatib olib, endi yotib ko'rmoqchimizdir amma. Oldu bari ki başına dediysen. Dediysen var. Öyle yok. Hayır. Hadi koyalım falan. Ne koyuyor? Bu koyamaz. Ay, ne insan gibi koktu. Çık koy bir de. Hayır. Hayır. Bye. Mana qildim, уже biz piknik tugatdik va menga piknik ajoyib bo'ldi va qiziqarli. O'ta yaxshi uyda bo'lganga yarasha neta dramalar ko'rdik, yaxshi bo'ldi. Neta anaqa bo'lganda, ana rejalashtirgan joyimizda bo'lganda undan ham interestingroq bo'lardi. Shuning uchun sizlar uchun videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Xayr.